Haqiqiy qasr hovliga kelganmiz. Aka Uchtepa tumanining premium mahallalaridan bittasi Izza Foziltepa mahallasi. Bilasiz, yangi mahallada okam o'zlari uchun ko'rayotganingizdek uyni juda chiroyli stilda dizaynerskiy proyektni qurib qo'yibdilar. Mahallani qarang, aka, jimjit, spanli rayon, 100% asfalt qilib qo'yilgan. Seriozniy xonadonlar shundoq oldima-ketin joylashgan. Bizning uyimizni mana shu xonadon 21 ga 19 4 sotiq. Mashina kiradigan joyimiz alohida, eshikdan kirishimiz mana alohida qilingan. Ko'rayotganingizdek chiroyli mana shu joyda yashil maydon qilish uchun sharoitlarimizni qilib qo'yilgan. Ichkariga o'tamiz endi. Yashil maydon, ikki yoq taraflama. Chap qo'limizda bo'lsa Naves, ikkita katta mashinangiz bemalol sig'adi. Ichkari tarafdan binoning ko'rinishini qarang. Agar buni siz ertaga 100% patkulch qilib bitirib qo'ysangiz-chi, mana shu ko'rayotganingizdan bir 80-90% ga juda chiroyli ko'rinadi. Xonadonimizga kirdik, o'ng qo'lda bu yerda bizani yozgi oshxona, ikkitala o'choq qozon, barbekyu zona, tandirlarigacha qilib qo'yibdilar akam. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Dizaynerskiy proyekt, mana buni qarang. Hamma dizaynerskiy proyektlari fasad tarafidan bitishlarigacha qilib qo'yilgan. Undan tashqari qo'ni-qo'shnilar bilan maslahat qilib emas, mana ko'rayotganingizdek, hammasi arxitektor orqali chizilgan planirovkalarimiz. Ichkariga bitta kiramiz, endi planirovkani ko'ramiz. Xonadonimizga kirib kelishimiz bilan bizani katta hol qismimizni kutib oladi. Binoyimiz общий 500 kvadrat. Razmeriga keladigan bo'lsak, uzunasiga 9, eniga bo'lsa 21 ga joylashgan. Bu bizani oshxona qismimiz. Oshxonamizni ham bitta ko'rsatib o'tmasam bo'lmaydi. Mana bu bizani razdvijnoy ko'rayotganingizdek eshiklarimizgacha qo'yilgan. Oynalari bo'lsa, shunda hovlimizga tarafga qaragan. Ko'rayotganingizdek elektrika montajlari to'liq bitgan. Simlarimizni mana bu domofonlari uchun ham ko'rayotganingizdek simlari qoldirib ketilgan. Kirdik, o'ng qo'limizda bizani zal qismimiz joylashgan. Bitta katta zal, panoramniy vid, oynalari hovlimizga tarafga qaragan. Ikkinchi qavatga chiqarishimiz, podval qismimizga tushirishimiz. Ko'rayotganingizdek yo'ligimizda cho'pli polli regulyatorlarigacha qo'yilgan. Yo'ligimizda bitta общий sanuzel va bu xonamizda bo'lsa, yoshi katta otaxon, onaxonlarimiz uchun mo'ljallangan yotoqxona o'zini ichida sanuzeli bilan. Ikkinchi qavatimizga chiqishimiz bilan yana bitta katta hol kutib oladi bizani. Patologiyaga alohida e'tibor berishinglarni so'raymiz. Ko'rayotganingizdek, hamma yo'lga ustunlik qilingan, hammasi aytib o'tganimdek qurilishdan umuman pul ayalmagan, sifatli mahsulotlardan qurilgan bu xonadonimiz. Balkon qismi, balkondan mana mahallani qarang, uchastkalarni qarang, hammasini katta-kattaligini, juda chiroyli mahalla, o'sha elitniy mahallasi Izzani hamma biladigan Foziltepa. Ikkinchi qavatimizdagi birinchi xonamiz master spanli, o'zini ichida sanuzeli va garderobni qilish uchun ham sharoitlarigacha qilib qo'yilgan. Ikkinchi qavatga chiqdik, o'ng qo'limizga keladigan bo'lsak, bu yerda bizani ikkinchi xonamiz bolalar uchun mo'ljallangan. Ko'rayotganingizdek, endi bolalar uchun ham demayman, chunki yotoqxonamiz juda katta. Yo'ligimizda общий sanuzel va shundoq yonida bo'lsa, bu bizani 3-chi yotoqxonamiz va bu yotoqxonamizdan ham o'zini ichida sanuzeli bilan qilingan. Elektrikalarni ham ko'ryapsiz, hammasi sifatli qilib qo'yilgan. Eng pastki qavatimiz podval qismimiz. To'liq podval, yoki sport zal qilasizmi, yoki bilyard qilasizmi, xullas sharoit bemalol. Холодная komnatamiz uchun ham qilib qo'yilgan joylarimizni. Shundoq tushdik, o'ng qo'limizda bo'lsa, bu yerda prachka uchun sharoitlarimizni qoldirib ketilgan. Uyimizning yurak qismi, ya'ni 500 kvadratda isitish tizimi joylashgan xonamiz mana shu bo'ladi. Yoki qishda yoqib o'zlari ishlatib ko'rgan ekanlar, zo'r isitib beribdi. Keyin yana bitta momenti bor bu uyimizda. Hovlida ko'rdingiz, tashqari tarafda gastevoy sanuzelimiz qilinmagan. Aka mana shu podvalli hovlisidan tushiradigan zinasini yonida shunaqa sanuzel qilib qo'yibdilar. Bir yoq tarafimizda Uchtepa ruvidan kirib kelaverishimiz, Olam klinika Kattaqani krugidan kirib kelaverishimizda joylashgan mana shu xonadonimiz bugun sotuvga chiqdi. Bu mahallaning o'zida quruq yerni agar bugungi kunda sotib oladigan bo'lsangiz, 45 mingdan 55 minggacha deb turishdi. Bizani xonadonimiz 4 sotiq premium klassda qurilgan xonadonimizning narxiga keladigan bo'lsak, 372 ming so'ralyapti. O'tib beradigan joyi bor. O'rta kashlasiz primoy joyi egalarining telefon raqamini yozib qoldirdim.